dunyodagi eng 3 top dermatokosmetologlar va ularning teri parvarishi haqidagi maslahatlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi doktorimiz AQShlik doktor Zayn Abadi. O'sha hammamizga mashhur bo'lgan Abadi va Zoe Skin Health brendi asoschisi hisoblanadi. Doktorning fikricha, terimizni doimiy ravishda yangilab turishimiz kerak. Bunda esa eng asosiysi retinol va eksfoliatsiyadir. Ikkinchi dermatokosmetologimiz doktor Gerald Lancer hisoblanadi. Bu insonni Gollivud yulduzlari dermatologi deyishadi, chunki u mashhur yulduzlar Beyonce, Kim Kardashian va Victoria Beckham kabi mashhurlar bilan ishlaydi. Bu insonni teri parvarishi bo'yicha 3 ta asosiy qoidalari bor, ya'ni terini eksfoliatsiya qilish, tozalash va oziqlantirish. Uchinchi top kosmetologimiz doktor Barbara Starum. Bu ayolning fikricha, teri parvarishida teriga stress bermagan holatda, ya'ni agressiv vositalardan foydalanmagan holatda teri parvarishi. Mana dunyodagi eng top dermatokosmetologlarni teri parvarishi bo'yicha maslahatlarini ko'rib chiqdik. Endi mutaxassis sifatida men o'zimni shaxsiy tavsiyam bilan bo'lishmoqchiman. Teri parvarishida eng asosiy narsa bu terini doimiy ravishda tozalash, unga oziqlantirish, namlantirish va SPF kremlari, ya'ni quyoshdan himoyani unutmasligimiz kerak.